Xalqimizning tarixi, tushunchasi va tasavvurlari asriy an'ana va qadriyatlarni o'zida mujassam etgan Navro'z bayrami yer yuzida eng qadimiy bayramlardan biri hisoblanadi. Navro'z bu uyg'onish, yangi fasldan darakdir. Navro'z bayrami ko'hna gurlarliklar tarixida ham o'z aksini topgan bayramlardan hisoblanadi. Gurlarliklar qadimda xalq sayllarini Amudaryo bo'yidagi So'lim Ali Bobo ziyoratgohi tegrasida o'tkazganlar. Ali Bobo qadamjosi sharqirab, hayqirib, qaynab turgan Amudaryo bo'yida joylashgan. Qadamjo atrofi qalin, yo'g'on to'rang'ilar bilan qoplangan bo'lgan. Ushbu daraxtlar ostida qalin, ko'm-ko'k o'tlar o'sib yotgan. Daryo tarafdan namga to'yingan, so'lim epkin doimo esib turgan. Bu esa bu yerga tashrif buyurgan insonlarning kayfiyatini ko'tarib, ruhiy bir ozuqa bergan. Mazkur qadamjo tarovati Jayhun uzra har tomonga suzayotgan kemadagilarning ham diqqatini tortgan. Natijada kemachilar to'xtab, hordiq chiqarishgan va ruhiy ozuqa ham olishgan. Bu yerdagi Ali Bobo Vali maqbarasi salobati va undan bir necha 10 qadam shimolroqda darxos minor viqor bilan savlat to'kib turgan. Sayilgohiga olib boruvchi yo'l Gurlan qal'asidan boshlangan bo'lib, ishtirokchilar va mehmonlar katta anhor dambasi orqali Ali Bobo mavzesiga yetib kelishgan. Daryo bo'yida joylashgan Ali Bobo sayilgohiga olib boruvchi mazkur yo'l ikkita katta anhorning baland ko'priklari orqali o'tadi. Sayilga boruvchilarning ilk tomoshasi ana shu ko'prikdan boshlangan. Ko'priklarga tayg'oq qilib bo'ktirib suv sepilgan bo'lib, kelayotganlarning ot va eshak aravalari ichida o'tirgan odamlari bilan ushbu baland ko'prikka tirmashtirilgan. Bu holatga tumonat odam qiziqish bilan qarab turishgan. Ko'prik qiyaligining yarmiga borganda ot va eshaklarning toyib, arava orqaga bosib ketgan vaziyatlar ham bo'lgan. Bundan tomoshabinlar huzurlanib kulishgan. Navbatma-navbat ot va eshaklar, aravalar baland ko'prikka ot solgan. Ba'zilari toyib tushavergan. Shu tarzda ko'prikka chiqish o'yini davom etavergan. G'olib bo'lganlar olqishlangan va sovg'alar bilan taqdirlanganlar. Ali Bobo ziyoratgohida gul sayli ham o'tkazilgan. Unda Xorazmning barcha hududlaridan ishtirok etishgan. Ali Bobo ziyoratgohidagi So'lim go'shalarda qovun sayli ham o'tkazilgan. Qovun sayli qovun pishar davrlarda o'tkazilgan. Xorazm erta pishar qovunning barcha navlari ham sayil maydoniga keltirib qo'yilgan. Qovunlarni sotish bilan birga xayriya ham qilishgan. Bahorning 21-22 mart kunlarida Ali Bobo ziyoratgohidagi So'lim go'shalarida Navro'z sayli ham o'tkazilgan. Tabiat juda go'zal, maysalar ko'm-ko'k daraxtlar gullagan va yaproq yozgan. Sayilda barcha ko'ngil ochar tadbirlar o'tkazilgan. Navro'z sayliga Xorazm xoni ham o'z ayollari bilan tashrif buyurishgan. Doshqozonlarda turli xil taomlar pishirilgan va sumalaklar tayyorlangan. Sayil kunlari to'rang'il daraxtlari orasiga to'shalgan bo'yra, chiptalar uzra solingan gilamlar, gulli namatlar ustlarida xushovoz sozandalar kuylashardi. Nariroqda surnay kuyiga masxarabozlar kulguli tomoshalarni ko'rsatishar, ulardan sal narida esa darbozchilar darvoz ustida o'yin qilishardi. Daryoning kemalar to'xtaydigan joyi darxos minorasiga yaqinroq joydagi kattagina yalanglikda esa polvonlar o'zaro kurash tushishar,
ulardan sal narida qo'chqorlar kalla urishishi qizg'in davom etardi. Valiyulloh Ali Bobo maqbarasi qiblasida joylashgan masjidda Shayxul Islom imomligida barcha ziyoratchilar jamuljam bo'lishib, peshin namozini ado qilishgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu bayramlar 3000 yildan ortiq tarixga ega ekanligi qayd etilgan. Kurlan tarixiga bog'liq bo'lgan ushbu ma'lumotlar biz uchun juda katta ahamiyatga egadir.